Bugungi kunda insoniyat eng katta tahdidlardan biriga duch kelmoqda. Insoniyatni qutqaradigan antibiotiklar endi ishlamay qolayotganini bilib oldingizmi? Bu antibakterial vositalarga rezistentlik, ya'ni mikroblarning dori-darmonlarga chidamli bo'lib qolish. Agar bunga qarshi chora ko'rilmasa, 2050-yilga kelib rezistent infeksiyalar raqami yurak xastaliklari va saraton kasalliklaridan ham ko'p odamni o'ldirishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan xursandman. Bugun sizlarning e'tiboringizga havola qiladigan mavzuyimiz kundan kunga tobora muammoga aylanib borayotgan mavzu. Ko'pchilik tushunmasligi mumkin, lekin bu mavzu aktual holatda bo'ladi. Mavzu antibakterial dori vositalariga rezistentlik. Rezistentlik nima degani? Antibakterial dori vositalariga rezistentlik bu shunday tushunish kerakki, biz kasallikda antibiotiklarni qo'llayapmiz. Bu qo'llagan antibiotiklarimizga nisbatan antibiotikni sezuvchanligini ortishi, ya'ni antibiotik bergan holatda ham kasallikni tuzalmasligi yoki infeksiyaning davomiyligini ortib borishi bu antibakterial dori vositalariga rezistentlik deb ataladi. Rezistentlik qanday rivojlanadi? Keling bu haqida fikrlar alishib o'tamiz. Rezistentlik tabiatdagi mikroblar, ya'ni bakteriyalar juda ham aqlliki, ular o'zlarini shakllarini, holatini va chidamliligini o'zgartirib turadi. Bu rezistentlik rivojlanishida asosan shifokor nazoratisiz, shifokor retseptisiz olingan antibiotiklar, tartibsiz organizmga berilayotgan antibiotiklar yuzasidan kelib chiqadi. Masalan, bir oyda katta odam yoki boshqa bolalar umumiy holatdagi bemorlarni tomog'ini og'rishida bir antibiotikdan qayta foydalanish yoki antibiotiklarni palapartish berib borish hisobiga yuzaga kelib chiqadi. Antibiotik rezistentlik ko'tarilib yuqori bo'lib ketadi. Antibakterial dori vositalari rezistentlik bu butun dunyoni global muammosi hisoblanadi. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, yil davomida 700 ming kishi rezistent infeksiyalardan vafot etadi. Agar buni bartaraf qilinmasa, 2050-yilga kelib bu raqamlar 10 millionga ortishi mumkin. Ayniqsa tuberkulyoz, ichak infeksiyalari, suyak kasalliklari va boshqa infeksion kasalliklarni soni ortib ketishi kutilmoqda va nazarda tutilmoqda. Antibiotiklarga rezistentlikni yechimi haqida gaplashadigan bo'lsak, bilasizmi azizlar, antibiotikga rezistentlik yechimida hozirgi kunda muammo. Chunki bitta yangi antibiotikni ishlab chiqarish uchun juda ham ko'p yillar kerak bo'ladi, tadqiqot kerak bo'ladi, iqtisodiy jihatdan ko'p mablag' kerak bo'ladi. Shuning uchun oldimizda turgan antibiotiklardan oqilona, foydali va kerakli holatda foydalanishimiz kerak. Biz o'zboshimchalik bilan antibiotiklarni berishda davom etsak, vrach ko'ruvsiz, vrach nazoratisiz yoki qanday klinik tashxissiz antibiotiklardan foydalansak, yangi antibiotiklar yaratilguncha biz hamma imkoniyatlarimizdan foydalanib bo'lamiz. Shuning uchun ehtiyotkorlik bilan antibiotikdan foydalanishni tavsiya beramiz. Antibakterial dori vositalarini demak tushundilaringiz, qanday ishlatish kerak yoki unga rezistentlik o'zi nima degani. Yana ham soddalashtirib tushuntirishim mumkin. Antibakterial dori vositalarining rezistentligi bu bitta inson bilan tanishganingizda, undan qanday xijolat bo'lasiz? Gapirishga, so'zlashga, bir narsa so'rashga xijolat bo'lib tortinib turasizda. U bilan tanishib bo'lganingizdan keyin uni kimligini, qanaqa holatdaligini bilsangiz, o'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni so'rashingiz yoki fikr almashish osonlashib boradi. Antibiotiklarni ham o'zini vaqtida, o'rnida yoki kasallikka qarab ishlatilmasa, shunaqangi moslashuvchanlik hosil bo'ladi-da, bakteriyalarning kuchi ortib boradi. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kommentariyalarda o'z izohlaringizni qoldiring. Yana qanday holatlardagi ilmiy suhbatlar bo'lishini xohlasangiz yozib qoldiring. Keling, shu antibakterial dori vositalariga rezistentlikni butun dunyo professorlari fikri qanday, ularning fikri qanaqa bo'lgan, bir qator tanishib chiqamiz. Kelgusi videolarimizda uchrashguncha salomat bo'ling.
Antibiotiklarga rezistentlik tinch davrdagi eng yirik global tahdidlardan biridir. Agar hozir zarur chora ko'rilmasa, insoniyat 1930-yildagi infeksion kasalliklardan o'lim darajasiga qaytib qolishi mumkin. Professor Sally Davis. Antibiotik rezistentlik bu siz bilmagan tinimsiz pandemiya. U sekinlik bilan, ammo barqaror va global ravishda avj olmoqda. Professor Ahmed Zaman. Plazmidlar orqali antibiotikka chidamlilik genlari hatto turli bakterial oilalar orasida ham tez tarqaladi. Bu esa rezistentlikni nafaqat kasalxonalar, balki jamoatchilik darajasiga ham olib chiqadi. Dr. Mary Mansfield. Antibiotiklar ribosoma kabi hujayra ichidagi targetlarga ta'sir qiladi. Lekin ribosomaning birgina aminokislotasidagi mutatsiya butun dori samarasini yo'qqa chiqaradi. Dr. Thomas Stens. Bakteriyalar antibiotiklardan nafaqat omon qoladi, balki ularni o'rganadi. Bu evolyutsiyaning eng qo'rqinchli yuzidir. Professor Sharon Peker. CRISPR-Cas9 texnologiyasi yordamida biz rezistentlikka olib keluvchi genlarni aniq yo'q qilishni o'rganyapmiz. Bu bioinjineriyada yangi davrni boshlaydi. Professor Jennifer Doudna.